Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana bugun 25-fevral 2026-yil. 1 yil bo'lib qolyapti. Biz kanalimizga даже ko'rinib video tashlaganimiz yo'q, o'zimiz video joylaganimiz yo'q. Biz Rossiyada musofirlar uchun ishlar qo'yib borardik. Sklad, sex, zavodlarda 2024-yil Tojikistonga qaytib kelganimdan keyin sizlarning Rossiyadagi vaziyatlarni o'z ko'rib bordilaring, qanaqa qonunlar chiqib ketdi, ishlarda qanday problemalar bo'ldi. Ish qo'yib borganimiz yo'q. Xudo xolasa mana viza bo'yicha Tojikistonda biz TikTokda Omonjon Regar yozsalaring chiqib keladi. TikTokda joylab bordik. Viza qilib beradigan Yevropaga ish bor, viza qilib beradi. Ya'ni vizaga ham yordam beradi. Shu kompaniyani reklama qildik. TikTokda o'tib ko'rsalaring bo'ladi. Xudo xolasa biz YouTube kanalida ijodni yana boshladik. YouTube kanalimiz orqali Yevropadagi ish va viza bo'yicha qo'ldan kelgancha harakat qilib ma'lumot berishga harakat qilamiz. Tojikistonda viza kompaniyalarining adresi, ofislarini men aytib o'tganman. Regarda, Dushanbeda, Xujandda yana bir ikkita shaharlarda ochilyapti. O'zbekistonlik akalarimiz uchun ham nasib bo'lsa bu haqda ma'lumot berib o'tamiz. Bizni Rossiyadan ko'rib turgan musofirlarimiz bo'lsa, o'zlaring kommentariyada yozib o'tinglar. Hozirda men Rossiyada ancha bo'lib ketibman, qarib 2 yil bo'lyapti. Uncha xabarimiz yo'q, nima gap, nima so'z. Vaziyatlaring qanday, nima gap, nima so'z. O'zlaring kommentariyada izohlarda fikrlaringizni qoldiringlar. Hozircha berayotgan ma'lumotimiz shu. Xudo xolasa bundan keyin YouTube'da ijod qilamiz, harakat qilamiz ma'lumot va videolarni Yevropadagi ish va viza bo'yicha qo'yib borishga. Sog' bo'linglar, omon bo'lasizlar.